Assalomu alaykum. Bu quyosh kollektor. Vazifasi suvni qizdirib berish. Batafsil hammasini video davomida ko'rishingiz mumkin. Quyosh kollektorini yasash uchun avval korobkasini teramiz. Korobka uchun 4 tonna reka 4 metrlik 3 ga 4 OSB faneradan 215 ga 1.25 kesib olamiz. Kollektorni terib bo'ldim. Korobkasini mana yasash uchun kerak bo'lgan instrumentlar mana shular. Endi buni ichiga utilitr qo'yib chiqish kerak. Mineralniy vata. Quyosh kollektordagi eng asosiy vazifani bajaradigan bu truba. Alyumin trubasi. Mana. Воздуховод гибкий алюминиевый. Uzunligi 2,5 metr. Diametri 80 mm. Bu degani bittasi cho'zganda 2,5 metr bo'ladi. Buni ulash uchun ichiga bitta mana bunaqa kalsocha yasab ichiga tiqaman. Keyin buni salgina qisib, buni razmeri bundan ko'ra kichikroq bo'ladi. Keyin bu bunga kiradi. Germetik surtib, kirgizgandan keyin berini sim bilan bo'ylab qo'yaman. Namgarchilikdan himoya qilish uchun gibki kamni yopishtirib chiqdim. 5 santimetrlik min vatani qo'yib chiqdim. Endi ustidan yupqa tunika qo'yiladi. Maqsad changi chiqmasligi uchun. İchiga tunika apshipka qilib, kraska qilib boshladim. Qora bo'lishi kerak ichi. Turbalarini tashlab chiqdim. Mana kraskasini ham sepib qo'ydim. Kraska qora matoviy. Aerozol. Kollektor ishga tayyor. Sinab ko'ramiz. Bitta shuna ventilyator qo'yilgan. Kanalni deyiladi. Hadi kilanken mi? Çıkışı. Sonuç başlayımız. Girişi. Atmosfere. Qancha temperaturamiz o'shuncha. Chiqishi mana bu turbadan qaytib chiqyapti. 80 gradus. Bunu mexanический termometr ham o'sha 80 gradusda ko'rsatyapti. Mana chiqishiga ham ichkariga qo'yilgan. Bunisi ham shunda 80 gradus ko'rsatyapti. Yeterli derecede. Ayollar işletadigan finli kuchlisi bilan taqqoslasa bo'ladi. Lekin undan ko'ra ancha atok kuchliroq. Tinimsiz ishlab turganda ham 80 gradus chiqyapti. Kollektorga oyna qo'ydim. Oltilik oyna. 4 ta bo'lak qildim. Endi sinish ehtimoli kamroq bo'ladi degan maqsadda. Mana hozir kollektorda teng yarmi quyoshda turibdi. Ko'rinib turibdi. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Bu yoqda ham 1
2, 3, 4, 5'tasi yarmi soyada turibdi. Teng yarmi oftobda, yarmi soyada turibdi. Lekin вытяжной ventilyator ishlayapti. Temperatura 17 gradus. Demek yarmiga quyosh tushgan taqdirda ham 17 gradus issiqlik beradi. Qatok o'sha. Kollektor o'ynalib qo'ygandan keyin to'liq ishlayapti. To'liq quvvatda. Chiqish temperaturasini ko'ramiz. Sen 2 gradus. Tashlab qo'ying. Mana bu bak. Hacmi 1 tonna 200. Bu bortiklari registrlarni ko'tarib turishning sababi mana bu suv podachisidan salgina balandroq bo'ldi. Bu kotyol ishlaganda kotyoldan chiqqan issiq suvni bakning narigi burchagiga tashlaydi. Bu yerda mana ikkinchi teshigi bor. Bundan obratdan ketadi kotyolga. Bundan tashqari bu yerda issiq suv tushishi, bu suv quyib turishi podpitka. Bu dimoxod uchun qo'yilgan. Buni ichi skvoznoy, ichi ko'rinadi. Buni ichidan yana yuzlik turba dimoxod chiqadi. Keyinchalik bak beri qopqoq yopiladi. Bunda qopqoq yopiladi. Qopqoqdan uzoq chiqib turadi. Yuqoridan dimoxod chiqib ketadi. Bak sovib qolmasligi uchun devordan ozroq joy tashlab pina olib chiqayapman. Hamma joyga. Bu tomonlari quyuq. Bu yoq sovmaydi. Bu tomoni ham xuddi shunday mana. Yo'q. Pina bilan to'ldirib issiqlik o'tmasligi uchun. Maqsad bu bakni quyosh registri bilan yordamchi qilib qizdirib. Ab registrini qo'ydik. Registr 89lik truba. 89lik turba 8 qator. Oxirgisi dimoxodga to'g'ri kelib qolgani uchun bittasini kaltaroq qildik. Taka suv ochib tekshirib qo'yapman. Elektrni joyiga o'rnatdim. Turbani vaqtinchalik utilitet qildim. Endi buni yaxshiroq to'g'rilab qo'yaman. Bakni hamma tomonidan utilitet qilib chiqdim. Pina. Sovuq suvni ham. Sovuq suv bu tomon.
buyog'i issiq suv. Ikkovini o'rtasini taxminan bir 10 santimetrlar atrofida polnisda bir-biridan ajratib pinalab chiqdim. Bakni polnisda ustini 5 santimetrlik tüplü bilan o'rab chiqdim. Mana qalliga. Mana kollektor butkul bitdi. Bu kontroller. Kontrollerga komanda beramiz. Necha gradusda yoqish o'chishini. Avval mana o'zi 35 ekan, biz o'shani kamaytirib 20 qo'yamiz masalan. Mana 22 gradus bo'ldi. Hozir 22 gradus farq qilgandan keyin ventilator ishlaydi. Mana ventilator ishladi. Farqi 22 gradus. Bakning temperaturasi 62 gradus. Kollektordagi temperatura 85 gradus. Farqi 20 gradus bo'lgandan keyin kontroller komanda berdi ishlashga. Buning vazifasi shu. Mana shu 3 oy davomida qilgan eksperimentlarimda natijasi eng yuqori ko'rsatkich 65 gradus bo'ldi suvning issiqligi. Faqat bu quyoshda qizdirilgani, hech qanaqa gaz yoqilgani yo'q edi. Bugun 30-oktyabr soat 1dan 20 ta o'tyapti. Temperatura havoning issiqligi 15 gradus. Quyosh kollektorimiz ishlab turibdi. O'z chiqish temperaturasini harakat qilaman o'lchashga. Mana shu chiqish trubasi ketyapti. Shunga hozir mana shu yerda ozgina joyini ochib, termoapparat bilan o'lchab ko'ramiz. Bir 62 gradus. 16 dekabr soat 1dan 13 o'tgan. Hozirgi temperatura 2 gradus sovuq, kechasiga -8 berilgan. Quyosh chiqqani sababli mana kollektor gurullab ishlayotibdi. Bu kollektor ishlashi uchun faqat quyosh bo'lsa bo'ldi. Sovuqning umuman farqi yo'q. Qancha issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi ishlayveradi. Ko'rib turgan sxemangiz quyosh kollektorining ishlash prinsipi. Mana bu quyosh kollektori. Quyosh kollektoriga quyosh nuri kelib tushgandan keyin ichida turgan qora alyumin turbalarni qizdiradi. Qizdirgandan keyin mana bu yerda datchik turibdi. Datchik qizganini bilib komanda beradi ventilyatorga. Ventilyator ishlashni boshlaydi. Ventilyator tashqaridan havoni olib, turbani ichidagi issiqlikni bakni ichida turgan registrni ichidan aylantirib chiqarib yuboradi. Natijada bakni temperaturasi ko'tariladi, qiziydi. Bakning hajmi 1 tonna, ventilyator 15 watt, kollektor 2,5 kvadrat metr. Quyoshdan 1 metr yuzaga 1 kilowatt energiya tushadi. Endi men kamaytirib olyapman, 1 kilowatt atak o'zi 1,5 kilowattlar atrofida tushadi. Tak, kollektorda ish vaqti yozda 8-9 soatlab ishlaydi, qishda 3-4 soatga bor-yo'q. Tak, kollektorda 20-iyul 24-yil yasab boshlaganman. 11-fevral bugun 26-yil. Natijasi yomon bo'lmadi. Mana shu bultur ishlaganda taxminan 45 graduslar atrofida suvni hamisha mana shu bakdagi suvni o'zi mana shu quyosh kollektorini o'zi ishlatib turdi. Agar yerdan tushadigan 1 kilovattni bunga hisoblaydigan bo'lsak, demak quyosh mana buni yuzasiga 2,5 kilovat energiya tushadi. Endi buni taqqoslash mumkin 2,5 kilovatlik nagrevatilni hamisha yoqib qo'yganda bo'ladi-da. Endi shunga tenglashtirsa bo'ladi.